haligacha plastikdan pul yechishni bilmayapsizmi? Ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Mana shu plastiklardan qanaqa qilib bankomatdan pul yechishni o'rgataman. Ayniqsa MyBank, mening bankimga kelasiz, bankomatidan bemalol pullaringizni yechib olishingiz mumkin. Videoni kuzatib turing, men sizga o'rgataman. Xohlasangiz Uzcard, xohlasangiz Humo. Ko'p bankomatlarda e'tibor berasiz, mana shunda mana o'rnini vazifani bajaradi. Bu albatta Humo kartalari bo'lsa, kartangizni tiqib o'tirmaysizda, shunday danglatib topib qo'yaverasiz. Mana, o'zi qo'limga bordi, o'zi ishladi mana. Kartangizni qo'yasiz. Bu yerda keyin kodini terishingiz mumkin. Men sizdan hozir sizga Uzcarddan qanaqa qilib pul yechishni o'rgataman. Kartani Uzcard memoryasiga tiqasiz. Tiqadigan joy bor. Mana tiqildi. Kutamiz. Va bu yerda o'zbek tili, rus tili, ingliz tili. Rus tilini belgilaymiz va parol kiritamiz. Turamiz. Va bu yerda ko'rsatyaptiki, balansingizni bilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz naqd pul, снять наличие deyapti. Выписка bu ishlatgan pullaringizni ro'yxatini chiqarib beradi. Xohlasangiz smenit pin kod deyapti. Kodini o'zgartirsangiz bo'ladi. Bizga hozir pul yechishlikni ko'rsataman. Mana, birinchisini belgilaymiz. Bu yerda ko'rsatyapti 50 ming so'mdan boshlab 500 ming so'mgacha. Xohlasangiz boshqa summa, другая summani kiritishingiz mumkin. Va bu yerda MyBank aytib o'tayapti, 2 million so'mgacha yecha olingsan deyapti. Bu degani har kartangizni amalga oshirayotgan paytda 2 millionni yechib berish mumkin. Birdaniga 10 million emas. Biz hozir bu yerdan 10 ming so'm yechamiz mana. 10 ming so'm yozdik va продолжить. Davom ettiramiz. Sizga chek kerakmi deyapti. Menga umuman chek kerak emas. Oshiqcha xarajat yo'q deymiz mana. Va bu yerda kutamiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. 10 ming so'm biz kartamizdan yechib oldik. Albatta, bank o'zini xizmatini oladi. Shuni unutmang. Bu yerga yana operatsiya davom ettirasizmi deyapti. Yo'q deymiz mana. Va bizning kartamizni qaytarib beradi. Qo'shimcha savolingiz bo'ladigan bo'lsa, komment yozib keting.